raisman. Men hozir davomida so'zga chiqqanlarni gaplariga o'zim munosabatimni bildirib, o'zim takliflarimni aytmoqchiman. Birinchi mana prokuratura vakili meni gapirdilar, hamkorlik to'g'risida gapirib o'tdilar. Kim bilan hamkorlik qilamiz? Qachon, qayerda? Bormi shu odam bormi prokuraturada? Biz borib, mana shunaqa bo'lyapti deydi. Hammasida bor. Yo'q, bormi lekin Undan tashqari 25 yildan beri mana inson huquqlari bo'yicha shug'ullanaman. Birorta bizimda 100%, 200%lik isbotlar bilan bersak ham biznikini birorta jinoyat qo'zg'atilgan. Siz nazdingizda isbot hisoblanadi-ku. U huquqiy baho beriladi. Bitta odamni jinoyatchi qilib, uni sudga olish bilan jinoyatni isbotlash oson ish emas. Shuning uchun tergov 3 oy, sudga 3 oy vaqt. Endi tadbir qilib ushlash kerak, to'g'rimi? Tadbir qilib ushlash kerak. Qonuniy asoslar masala ko'p. Domla gapirdilar, Ahmad domlaga diplomatiya bilan metodikalarni o'zgartirish kerak dedi. Men qo'llab-quvvatlayman va qo'shimcha qilaman. Metodika emas, qonunchilikni o'zgartirish kerak. Metodologiya deydi. Metodologiyalar bilan o'zgartirish kerak. Endi qarang, jinoyat qonunchiligini tubdan o'zgartirish kerak. Tubdan. Iqtisodiy anaqa jinoyatlarda eng og'ir jinoyatlar qatorida ko'rilishi kerak. Korrupsiyani agar yengmoqchi bo'ladigan bo'lsak, korrupsiya bu o'zidan bo'riga haligi nima deydi, qo'yni yema degan gap bilan hozir shug'ullanyapmiz xolos. Bu yerda misol uchun mana birinchidan iqtisodiy jinoyatlar uchun misol uchun mana jarima bor. Nimani tiklab qo'ysa, zarar tiklasa qamalish nimasi qo'llanilmaydi. Jazosi belgilanmaydi. Qilaveradi amaldor. Qamoqdan azoblar, lekin endi nima borda? qamoq bilan bog'liq bo'lmagan tavakkal qilishga tayyor omil turibdi. Qo'lida mablag', resurslar turibdi. Конечно, u ish qiladi. Agar qamalmayman ekan, tiklab qo'ysam, ehtimol ushalmasam foyda meniki. Maza meniki deydi. Pulni to'lash qamalgan barobarda. Nimani o'zgartirish kerak? Lekin mana Rassual qonunni Rassual kodeksi ham o'zgartirish kerak. Masalan, aytaylik, bitta masala. Endi masala yo'q, men gapirib to'xtang. Bir minut. Yo'q. Shuni bizga ham yozib ber. Juda ko'p narsani Rassual kodeksda ham juda nimalar ko'p. Liberalizm to'lib yotibdi. Ha, shundan. Nimaga? Qonunlarimiz liberal. Misol uchun aytaylik, soxtakorlik, soxta hujjat qilyapti. Buni soxtani korrupsiya elementi deb bilinishi kerak, baholanishi kerak. Nimaga? Chunki u bekardan bekar soxtalashtirmaydi. Manfaat uchun soxta yoki bo'lmasam tanish bilishchilik uchun. O'sha bor manfaat. Pulni oladimi, olmaydimi, uni ushlaysizmi, pul bilan ushlamaysizmi, soxtakorlik turibdimi, hujjat turibdimi? Tamom. Pora olgan bilan bir xilda jazolanish kerak. Keyin mana misol uchun mana avval jinoyat, iqtisodiy jinoyatlar uchun nima qilinardi? Ham jazo belgilanadi, ham musodara qilinadi. Endi protsessual kodeksga nimani o'zgartirish kerak? Jinoyat kodeksi ham, protsessual kodeksi ham. Odamni nomida hech narsa bo'lmagani bilan 90 yashar buvisini nomida mashinasi albatta trekkerlar turgan bo'lsa, 90 yashar odam minmaydi-yu mashinani. Yaxshi odam minadi-yu. Shuni xulosa chiqarib turib tergovga, shu protsessual kodeksga o'zgartirish kiritish kerak. Olib qanaqa qilib minadi u mashinani? O'zi zo'rga yurgan bo'lsa, zo'rga yotgan bo'lsa. Degan xulosalarda shu protsessual kodeksda xulosa chiqarishga nimalar kiritish kerak? Nima deydi? Pozitsiyalar kiritish kerak. Endi misol uchun biz mana hamkorlik, inson huquqlari nodavlat tashkilotlarining vazifasi opamiz gapiryapti. Vazifasi xalqni nimasini oshirish. Madaniyatini, huquqiy madaniyat. Bizi O'zbekiston xalqi
Manman degan Yevropa davlatlaridan madaniyatliroq, nimasi, bilimi kuchliroq. Men undan ortiq davlatlarga borib kelgan bo'laman. U Amerikani g'arbiy tomonlarigacha. Bizni xalqimizni hech qanaqa kamchiligi yo'q. Hammasi biladi, hammasi nima qiladi. Lekin qonunni bilmaslikda emas, qonunni ishlamasligida muammo. Nodavlat tashkilotlarda o'zini atamasida o'zi muqobillik kiritilib turibdi. Muqobillik bor. Birinchi vazifasi nodavlat tashkilotlarda muqobillik. Davlatni qilayotgan xatosini, qilayotgan haligi jinoyatini ko'rsatib berish. U targ'ibot qilib unaqima, bunaqima, onani bil, mononi bil bilan ish bitmaydi. Turaveramiz. Yana mana 7 yil bo'ldi, 9 yil bo'ldimi? Yana 10 yildan keyin ham shu ahvolda battar kuchayaveradi. Korrupsiya mana bir vaqtlar korrupsiyaga inson qachon duch keladi? 10-sinfda bitirgandan keyin o'qishga ketayotgan vaqtda birinchi anaqaga to'qnashuv bo'lardi. Hozir endi bog'chadan boshlanyapti korrupsiya. Bog'chada. Raddolmadi. Maktablardan, ixtisoslashgan maktabga kirish, birinchi ruskoязычный maktabga kirish, hammasida korrupsiya. Battarlashib ketyapti. Nima qilaylik deyilyapti. Qonunchiliklarga nima kiritish kerak? Takliflar yozasiz. Taklifim birinchi navbatda mana shu jinoyat kodeksi bilan protsessual kodeksni, jinoyat protsessual kodeksni qaytadan ko'rib chiqish kerak. Muhokamaga qo'yish kerak. Qayerlarga mana konstitutsiyani qanday muhokama qilingan bo'lsa, xuddi shunday turib muhokama qilib boshqatdan qabul qilish kerak. Nodavlat tashkilotlarga ham bir hali hisobot beradi. Qani nodavlat tashkilotda qaysi murojaati bilan nima ish qilding deb turib so'raydigan bir nima yaratish kerak. Misol uchun mana 25 yildan beri birorta mana narkotik bo'yicha, nima bo'yicha, misol uchun firibgarlik bo'yicha, qotillik bo'yicha biz isbotlar bilan beramiz. Sud qabul qilgan qaror shunday turaveradi o'zgarmasdan. Butunlay teskari qarorlar o'zgarib turaveradi. Hamkorlik. Rahmat Saidjon aka. Yana Xo'p, Saidjon